Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana bugungi videomizda esa Afg'onistonning bozorlarini ko'rsatmoqchimiz. O'sha mashhur Asif akamiz bilan birgalikda videoga oldik. Mana ko'rib turayotganingizdek, bozorning birma-bir inshaalloh narxlari bilan tanishtirib chiqmoqchimiz. Do'stlar, Afg'onistonning bozorida qaysi narsalar qimmat ekan, qaysi narsalar arzon, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Do'stlar, agarda video yoqsa, videoga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang aziz do'stlar. Afg'onistonlik birodaringizni qo'llaysiz degan umiddaman. Mana do'stlar, Afg'onistonning eng mashhur va shirin qovunlardan. Yani hozir hidini qarang, hididan tura olmaysiz. Shunday hidi boy buni hidini qaranglar. Bismillah. Bay. Dahshat edi bor ekan, lekin to'g'risini aytsam do'stlar, 100 ham yegim kelib ketdi, bir dona olaman. Narxini so'raymiz hozir, hamma birgalikda ko'ramiz do'stlar, qimmatmi va arzon do'stlar. Qavulda nadan bor jigar? Qirib olgani? Tarbizdan kilosi qancha? Tarvuzlar 1 kilosi 1200 so'mdan ekan. Mana qovunlar esa mana shu qovun 40 afg'on ekan. Buni so'mga aniq qilib ko'ramiz. Qancha bo'lishini yozib qo'yamiz inshaalloh video davomida. Unda bo'lsa birdan essiga qovunni beraman. Pomidorlar qanchadan oldi? 25 mi 20 mi? O 20, bu 25 mi? Mana yaxshi ekan. Mana bu 25 afg'on ekan. 1 kilosi pomidorlar. Qimmat arzonmi yozing kommentariyada. Mana bu ham bizda bodimjon dedi, bomyo dedi, bomyo. Mana shuni qo'rma qilib, mazza qilib, taomli qilib yeyamiz. Juda zo'r bo'ladi, lekin mana bu qanchadan kilosi kimya? 120 afg'onimi? Buni bilganlar yozing. Magi deya adashmasam. 120 afg'ona. 120 dami? 120 afg'ona do'stlar 1 kilosi. Mana bu yerda sabzi bor ekan. Sabzi qanchadan? 30 afg'on. Mana sabzilar ham 30 afg'ondan 1 kilosi. Mana bu yerda shaftoli. Shaftaldami shu? Shaftoli 20 afg'on. 25 afg'on ekan Afg'oniston puliga. Mana shunday shaftollar bor ekan. Mana bu yerda piyozlar bor ekan. Piyozlar nima bo'ldi? 13 afg'on. Mana piyozlar ham Afg'oniston puliga 13 afg'ondan so'mga hisoblab yozib qo'yamiz inshaalloh. Kechal qanchadan? Mana kartochka ham 1 kilosi 20 afg'on ekan do'stlar. Mana kartochkamiz, kartochka qimmatmi arzonmi do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bizni juma kunlari bo'lib o'tadigan juma bozorimiz. Mana shunday kichkinagina bozorchamiz bo'lib o'tadi do'stlar. Hamma narsa keladi bozorga. Narx-navo, piyoz, pomidor, kartochka, tarvuz, qovun, mana shunday dehqonchilik tarvuzlari ham kelibdi mana do'stlar. Unda bir dona qovun berana, yaxshi mana ishlab ko'rana. Mana do'stlar, qishloqimizda yetishgan tarvuzlar mana. Dehqonchilik tarvuzlar mana. Tarvuzlar qarang maşallah. Mana tarvuzlar do'stlar, ko'rganingizdek dehqonchilik tarvuzlar. Dinmayağına adam oldu mu kilodan? 5 rupiyadan qant yan tatlı to'qayacağım, qantni qaradamiz. Mana do'stlar, o'z qishlog'imizda tarvuzlari 1 kilosi 5 afg'ondan, mana 1000 so'mdan, 1000 so'm ham bo'lmaydi. Mana 5000 so'mdan 1 kilosi. Mana tarvuzlarni qarang, tarvuzmisan, tarvuzmi shu. Shunday pishgan. Hozir hamma mana dehqonchilik tarvuzlarni keltirgan, mana yerda yetishgan tarvuzlar do'stlar. Dehqonchilik tarvuzlar mana. Mana bu yer ham bozorimiz do'stlar. Kichkinagina bozorimiz bor. Mana shunday. Mana shunday bozorimiz bor. Mana dehqonchilik tarvuzlar bo'lsin, pomidorlar bo'lsin, xolos hamma yetishgan dehqonchilik. Sabzavot, ko'kat, qovun, piyoz. Mana do'stlar, ko'pchilik Afg'onistondan nos bormi? Afg'oniston noslar deb so'raydi. Mana do'stlar, ko'rganingizdek. Mana noslar qancha bo'lsin pakada? Pakada. Oh, mana shu. Mana do'stlar, bu paket 20 afg'ondan, mana shunday turishi 20 afg'on Afg'oniston puliga. Mana bu paketlari 10 afg'onidan. Afg'oniston puliga 10 afg'oni. Mana shunday qilib sotiladi. Mana do'stlar, afg'on noslari ko'rganingizdek. Mana do'stlar, Afg'onistonda mototsikl, yangi mototsikl mana shunday o'zini korobkasi bo'ladi.
$850 mana. Mana shunday motosikl. Mana hali yangi sotuvchi mana shu do'konda qo'yadilar. Sotilmagan hali. Hamma yeri yangi mana shunday motosikl. Ishqibozlari. Mana Afg'oniston motosikli do'stlar. Shunday do'stlar, ismi ham Armon degan motosikl $850. Qimmatmi, arzonmi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar do'stlar. Mana shunday mototsikllar. Hali yangi hammasi. Mana do'stlar, bu ham bo'lmi? Mana do'stlar, ko'rganingizdek Omodaryoning suvi hozirgi paytda ko'pchilik yozadi kommentariyada Omodaryoni ko'rsating. Omodaryoni ko'rsating Asibxon dedi. Mana do'stlar, ko'rganingizdek Omodaryoning suvi ham hozirgi paytda Afg'oniston va O'zbekiston chegarasidamiz. Mana ko'rganingizdek do'stlar, bu tomoni Afg'oniston, mana do'stlar ko'rganingizdek. Mana bu tomoni ham O'zbekiston do'stlar. Mana Omodaryoning hozirgi paytda suvi do'stlar. Qaranglar, to'lqinni qaranglar, to'lqinni. Suvlar ham loyqa do'stlar. Va nihoyatda Omodaryo suvi ham toshgan do'stlar. Ko'rganingizdek. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmanglar. Bittagina like do'stlar, qilgan mehnatimizga yarasha bir dona like'ingizni ayamaysizlar degan umiddamiz do'stlar. Issiqni issiq demasdan, sovuqni sovuq demasdan kanalimizga obuna bo'l tugmasini bosib, videomizga ham like bosishni unutmanglar. Bo'lmasam, inshaalloh keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inshaalloh Allohimga omonat bo'ling. Inshaalloh do'stlar, keyingi videoda ko'rishamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.